Qadrdonlar, ishlar bu nima deyapti bu? Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan, birinchi o'rinda. Uqalanmaslik, sanoqlariga garantiya bo'lgan, garantiyasi bor g'ishlar, xudo xolasa Bog'dod pishgan g'ishlari. G'ishlarimizning narxlari 750 so'mdan juma kunlari 740 so'mdan qilib qo'yganmiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'rib turganlaringda bizda qishin yozin xudo xolasa qish uzilmaydi. Hozir mana bu tarafda ham fondlarimiz bor, xomg'ish. Mana bu tarafda ham xomg'ish fondlarimiz bor. Qishin yozin ishlanadi xudo xolasa. Ishlarimizni eslatib o'tamiz. Birinchi qo'l zavod egalaridanmiz. Biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizdan bemalol aloqaga chiqishaveradi. Oldindan pul olinmaydi. G'ishti borganda puli berib yuborilaveradi. 10 mingta, eng ko'pi 14 mingtalik mashinalarimiz bor. Bitta olganda 14 mingta. Hozir bu 10 mingtalik mashinamiz yuklanyapti. Bu g'ishlarimiz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga ketyapti. Yo'l kirasi qo'shiladi. Yaqin uzoqligiga qarab narxlar o'zgaradi. Hozirgi kundagi narxlar 750 so'm zavodda o'zida, 740 so'm juma kunlari. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan degan sababi ko'rib turganlaringdek sap-sariq turpoqlarda chiqyapti. Bizda adir yo'q. Bemalol xudo xolasa uqalanmasligiga, sanoqlariga garantiyasini berilaveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz.